Yerda tushunarli yo'llar rasvo, kameralar bor, znaklar bor. Yo'l mana ochiq turibdi. Hech qanaqa to'siq yo'q, lekin hozir qo'yadigan videomizni ko'rasizlar. Yo'llar juda zo'r qilingan, lekin xalqqa yurishga ruxsat yo'q. To'sib qo'yilgan. Tosh tuproq to'kib yo'lni to'sib tashlashgan. Xalq bir balo qilib aylanib o'tib baribir yuribdi shu yo'ldan. Bu tayyor bo'lgan yo'lni buni yopib qo'yib xalqqa jabr qilib nima qilar ekan bular? Mana bu anavi Soyuznikidan kelishda Qibraydagi yo'l bu. Mana xalq o'zini uyiga buyoqlardan aylanib qaytib ketyapti mana. Bu nimaga? Bu yo'lni u yoq boshiga ham shunaqa qilib tuproq tashab, tosh tashab yopib tashlagan mana. Men bu yog'ini ham yopib qo'yibdi mana. Buni yopgan bilan odamlar mana ustidan bir balo qilib aylanib o'tib, qiynalib, mashinasini tagiga tegib, hadovoylarini remont qildiradigan bo'lsa ham shu yerdan o'tyapti. Endi iloji yo'q. Shuncha yana 1 kilometr orqaga qaytishga odamlarga u ham lishniy расход-ku. Bu nima degani bu? Xalqni haligi spesialniy deydimi? Ataylab qiynash kerakmi? Bu yo'lni ochib qo'ysa nima bo'ladi? Baribir yuribdi shu yo'ldan. Bu qaytaga yursa bu yo'l tramvobga bo'ladi, yaxshi bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Mana baribir ana nariyog'idan ustidan bir balo qilib aylanib o'tyapti mashinalar, lekin bunaqa xalqni qiynagan boshliqlari ham ertaga lekin javobini beradi bular. Endi bu dunyoda javob berish kerak bular. Oxiratda yana qattiq bo'ladi bu xalqni qiynagani uchun. Ana buni endi mutasaddilardan so'rab qolamiz. Bu Qibray tumaniga tegishli. Men bu yog'i mana toqqa chiqib ketadi, qayoqqadir bilmayman oxirini. Chiqilib mana shu Botanika bog'i tomonda yangi qilingan yo'lda bu. Men bu yerlarda adresini uncha bilmayman. Shu yerga bir ish bilan kelyapman. Yo'llar bunaqa ahvoli, yopib qo'ygan. U boshini yopib qo'ygan, bu boshini yopib qo'ygan, o'rtadan yopib qo'ygan. Bu nima kerak bu bilmayman. Men bu yerda qanaqadir bog'cha bor ekan mana. Bilganlar biladi buni endi. Qibray tumani hokimligidan shuni so'rab qolamiz. Men shuni yo'lni ochib chiroyli qilib qo'ysin. Nima kerak bu musor to'kib xalqni qiynab aylanib o'tadigan? Men shu qishloqni xalqi mana shu yoqdan Botanika bog'i tomonidan aylanib, men bu yerdan kirib orqasiga qaytib o'zini uyiga boradi. Bu nima degani bu endi? Bu ataylab xalqni qiynashmi? Nimaga lishniy расход qildirishmi? Bu isrof. O'shani so'rab qolamiz. Bu Qibray tumani hokimligidan, mutasaddilardan bu yo'lni ochib qo'yishini so'raymiz. Mana bu yoqqa tosh to'kib qo'yibdi, tuproq to'kib qo'yibdi. Bu yoqqa ham tosh tuproq to'kib qo'yibdi. Bu nima ahvol bu? Mana bu yog'ini mana na nariyoqqa o'tadi, na bu yoqqa o'tadigan qilib bular nima qilib tashlagan. Bu yog'i ham yana qishloq, qanaqadir qishloq bor bu yoqda ham. Bu yo'lni qilganda ma'no nima bundan? Bu yo'lni paloncha расход qilib davlat xalqni hisobidan qilinyapti-yu bu yo'l. Kimni cho'nchagidan, kimni otasi pul beribdi bunga? Mana xalq keyin nima qilgan? Mana shuni o'zlari bunday qilib, mana temirlarini ham qiyshaytirib, bir balo qilib, bitta temirni olib tashlashganda mana o'tadigan qilib shu yerdan